chiqsin. Rasulimiz alayhissalom o'zlari bir kuni dunyodan o'tishlaridan bir necha kun avval Uhud maydonida dafn bo'lib yotgan aziz ashoblarini qabrlarini ziyoratiga chiqdilar. So'ng Jannatul Baqi qabristoniga ham chiqdilar va mana shu joyda turib men do'stlarimni sog'indim dedilar. Men do'stlarimni sog'indim deb yig'ladilar. Oldilarida turgan sahobalar: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ota-onamiz sizga fido bo'lsin. Biz emasmi do'stlaringiz?" dedilar. Rasulimiz alayhissalom: "Yo'q, sizlar meni ashoblarimsiz. Unda do'stlaringiz kim?" dedilar. "Do'stlarim mendan keyin, meni ko'rmasdan menga g'oyibdan iymon keltirgan ummatlarim" dedilar. Bizni aytdilar. Biz Rasulimiz alayhissalomni ko'rmadik, lekin g'oyibdan iymon keltirdik. U zot esa bizni do'stlarim dedi va ko'zlariga yosh olib, "Men ularni sog'indim" dedilar. Ashoblar hayron qoldilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, o'zlari bizlarni ko'rib turadilar, suhbatlashadilar, taniydilar. Qiyomatda o'zlaridan keyin ko'rmasdan o'sha g'oyibdan iymon keltirgan siz do'stlarim degan ummatlaringizni ham taniysizmi?" dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom ularga qarab: "Agar sizlarni ko'pgina otlaringiz bo'lsa-yu, mana shu otingizni ichida bittasini boshida oq qashqasi bo'lsa, tanib olasizmi?" dedilar. "Ore ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Albatta, agar oq qashqasi bo'lsa, qo'lida, oyog'ida ajratamiz" dedilar. Buni arab tilida g'urran muhajjilin deydi. Shunda Rasulimiz alayhisalom sahobalarga qarab: "Men ham mendan keyin meni ko'rmasdan menga iymon keltirgan ummatlarimni g'urran muhajjilinidan, tahorat olgan joylaridan chiqib turadigan nurlaridan tanib olaman" dedilar.